105 ming dollarlik uchastkamizni 79.900 dollarga ko'rsatamiz qadrdonlar. Ulgurdi. Lokatsiya ham va uy ham zo'r qilib qilingan ekan. 1,5 sotixli yer maydoniga qurilgan uyimizning hovlisini ko'ryapsizlar. Bemalol ichkariga mashina qo'ysak bo'ladi. Mana dizaynlarni, tashqari taraflarini qaranglar. Noodatiy qilingan ekan. O'rtadan asosiy kirish eshigi, bu yoqda pult orqali ochilib yopiladigan darvoza. Endi binoning ichiga kirib, xonalarning remontlarini ko'ramiz, lekin ichkarini ham boplab qo'yishgan. Qani marhamat. Xo'p, chap tarafdan boshlay qolamiz. Bu oshxonamiz. Kattagina keng oshxona, naryoqda rozetkalar qoldirilgan, bu yoqqa mebel texnikalar yasaladi, hovliga qaragan katta romlar qo'yilgan bo'lsa, endi bu oshxonaning yonginasida umumiy sanuzulni ko'ramiz va naryoq burchagiga uyimizning kotelniklari ham tiqilgan ekan. Buni yonginasidan bo'lsa, kattagina keng mehmonxona. Voy, mana lekin boplab qo'yishibdi remontlarni. Mehmonxonamizning orqa tarafida havo aylanishiga joy ham qoldirilgan ekan. Navbatdagi bu ikkinchi xonamiz bo'ladi. Endi oxirgi bu uchinchi xonani ko'rasizlar. Remontlari qarang, zo'rmi? Agar o'zingizlar hozirgi kecha kunduzda mana shunaqa uy quraman desanglar ham 80 ming, 90 ming dollar ishlataverasizlar. Akamizga pul zaril bo'lgani uchun srochniy sotishim kerak deb deyarli o'zini narxiga berib yuryaptilar. 79.900 dollar pastda nomerlar bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar.